Hamma buvingiz qani, nimaga buvingizni qo'ymayapsiz deyishdi. Bu turmushga berib yubordim dedi. Turmushga berguncha o'zing yerga teg demadimi odamlar? Siz nima nastroyeniyingiz yo'q? Dam olib kelsin, aylanib kelsin deb jo'natib yuboruvdi. Ham yo'q endi senga reklamaga ham tushmayman, boshqa ham qilmayman, pulingni ham olmayman. Ko'ylak olib bersang ham kiymayman. Endi qachon turmushga chiqsang keyin sen bilan gaplashaman. Bo'pti, 1-2 yil gaplashmay turaylik. Tuba qildim men. Buvingiz qani deb rosa sizni so'rashdi, ishoning. Men ham to'y ko'rayin-da iloyim, men ham to'y ko'rayin, konsertlar ko'rayin, seni baxtli bo'lganingni ko'rayin. Baxtliman. Baxtlisan, kuyovga tekdin, kuyovga. Ha, bo'pti, mayli. Ertaga. Tegasan bilmayman men. Bo'lmasa meni reklamaga tushmayman endi. Buvim endi tushmas ekanlar. Kimdan kiryapti ekan buvimga. Rosa ko'zi